Assalomu alaykum hammaga. Biznes boshlamoqchi bo'lgan odamlarga maslahat, ya'ni puli bor, qanday biznes boshlashni bilmay turgan odamlarga maslahat berishni davom etamiz. Ya'ni misol uchun mana bunday limonlarni yetishtirib chiqarilsa, ya'ni mana shu joyimiz X-Sutidan iborat. Mana shu yerga mana shunday temirdan va yerni kavlab yonlarini beton qilib chiqilgan. Jami bir 25 million pul ketilgan. Bu limonlarni ekkaningizdan keyin 3 yildan keyin yiliga kamida 7 milliondan daromad olishni boshlaysiz. Birinchi yil 7 milliondan olishni boshlasangiz, 3 yildan keyin yiliga 1,5 barobardan ko'payib boraveradi. Masalan, 3-yildan boshlab 7 milliondan olayotgan bo'lsangiz, 4-yil 10 million, 5-yil 15 million ashuna bo'lib ko'payib boriladi. Mana shu yerda biz bu yil 6-yil bo'lsa, yiliga 20 million, 25 milliondan olib boramiz daromad. Ya'ni bo'sh turgan joy bey.